namoz haqiqatdan bandani poklovchi omillardan, vositalardan biri hisoblanadi. Tahorat bo'lganidek namoz eng ulug' poklovchi narsa, omil, vosita. Namoz dinning ustuni. Namoz mo'minning me'roji. Namoz gunohlarni mag'firat qilishga sabab bo'luvchi omil. Namoz tavhidni, iymonni, ixlosni mustahkamlovchi eng kuchli omil hisoblanadi. Va namozni fazlini, xayrini, barakasini aytib ado qilib bo'lmaydi. Qanday qilib namoz poklovchi bo'lishi mumkin? Alloh subhanahu va taolo aytadi: Auzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Aqimis solah. Innas solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Va la zikrullohi akbar. Vallohu ya'lamu ma tasna'un. Alloh taolo aqimis solah deyapti. O'zi arab tilida solat degani namoz degani. Namoz o'qidi desa solla deydi. Lekin bu yerda aqimis solah, namozni tik turg'iz deyapti. Demak, namoz o'qish boshqa ekan, namozni tik turg'izish boshqa ekan. Bu nima degani? Demak, batamom qil, tugal qil, o'tirib qolmasin, bukilib qolmasin, egilib qolmasin, tik tursin. Ana bu yerdan chiqyapti. Namozni tik turg'iz, qoyim qil. Ana shunda mukammal bo'ladi u. Cho'kalagan bo'lmasin, o'tirib olgan bo'lmasin, egilib turgan bo'lmasin. Yana aytibdi, inna, ta'kidlaydi Alloh. Albatta va albatta deyapti. As-solata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz fahsh ishlardan, munkar ishlardan qaytaradi. Va la zikrullohi akbar. Namoz Allohning ulug' zikri, ulug' Allohning zikridir. Ana Alloh nima qilayotganinglarni bilib turibdi. Namozda nima qilyapsizlar? Namoz o'qib turib xayolinglar boshqa yoqqa qochyaptimi? Yoki ixlos bilan faqat Allohni o'zini ko'rib turganday bo'lib o'qiyapsizlarmi? Hammasini biladi. Demak, namoz haqiqiy namoz bo'lsa, Alloh iroda qilgan namoz bo'lsa, qoyim turgan namoz bo'lsa, o'z o'quvchisini fahsh, munkar ishlardan qaytarar ekan. Haqiqiy namoz o'qigan odam fahsh, munkar, yomon ishlarni qilmas ekan. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak. Agar biz haqiqiy namozni qoyim qiladigan bo'lsak, ichimizda bugungiga o'xshab nima uchun palonchi namoz o'qib turib yolg'on gapiradi degan chiqmaydi savol. Menga bermaysizlar shu savolni. Qoridomlarga bermaysizlar, boshqalarga bermaysizlar. Chunki hamma namozni to'liq o'qigani uchun fahshdan, munkardan, yolg'ondan, g'iybatdan o'zidan o'zi qaytadi, namozi qaytaradi. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytadilar: "Man solla solatan lam tanhahu anil fahsha'i wal munkar lam yazdad minallohi illa bu'dan." Kim bir namoz o'qisa, uning namozi egasini fahsh va munkar ishlardan qaytarmasa, o'sha odam Alloh taolodan uzoqlashishdan boshqa narsasi ziyoda bo'lmaydi deydi. Demak, biz namozni shu haqiqatini tushunishimiz kerak. Aynan biz o'ylayotgan ruhiy poklik shu. Ana namozni o'qiganimizdan keyin biz fahshdan, fohisha ishlardan, gaplardan poklanamiz. Munkar, man qilingan, shariatda yomon deyilgan ishlarni barchasidan poklanamiz. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak. Namoz bu qandaydir bir majburiyat u banda shuni tezroq qilib qutulishi uchun farz qilingan ibodat emas. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom Hazrati Bilal ibn Raboh roziyallohu anhu ga Bilal azon ayt demasidilar. Ya Bilalu arihna bis solati dedilar. Ey Bilal, bizni namoz bilan rohatlantir, huzur qildir dedilar. Bu deganlar azon aytib biz namoz o'qiymiz deganlari edi. Demak, namoz bandani huzuri, halovati, ruhiy, demak
yuksakligi, Allohning oldidagi me'roji hisoblanadi. Mana shu haqiqatni biz yaxshi bilishimiz kerak. Namoz bandani najot toptiruvchi eng bosh omillardan bittasi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadi: "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi solatihim khoshi'un." Xushu bilan namoz o'qigan mo'minlar najot topdilar. Najotni oddiy topgani yo'q. Qad aflaha, tahqiq, ta'kid. Topdilar, topadilar emas. O'zi keyin topadi. Lekin Alloh shu topishi haqiqat ekanligini bildirish uchun topdi deyapti, topadi demayapti. Topdi. Namoz o'qidimi? Topdi. Lekin u namozi nima ekan? Xushu'li bo'lishi kerak ekan. Xushu' nima? Xushu' xavf bilan sokinlikni jamlangan holat. Allohdan xavf bor, lekin undan qo'rqqandan tipirchilamaydi. Alangalamaydi. Har dam xayol bo'lmaydi. Qo'rquv sokinlik bilan aralashadi. Bu sokinlik demak bandani Robbisi oldidagi sokinligidir. Umidvorlik sokinligi, savob olish sokinligi. Mana shu narsani ta'minlash uchun harakatda bo'lish kerak. Namoz o'qiganda ruhiy tarbiya mashoyixlari qalb hozirligi lozimligini ta'kidlaydilar. Ya'ni namozxonning qalbi hozir bo'lsin. Qalb hozir bo'ldi degani nima degani? Qalb hozir bo'ldi degani, qalb o'zi mashg'ul bo'lib turgan narsadan boshqasini unutishi. Namozda qalb hozirligi demak namoz o'qiyotgan kishini namozdan boshqa narsani tamoman unutishi bilan bo'ladi. O'zi namoz labi pichirlayapti-yu, xayoli bozorda yurmaydi. Mana ruhiy tarbiya bularni o'rgatadi bizga. Xo'p, qalb hozirligi shunaqa narsa ekan. Odamlarda har dam xayollik bor, har narsalar bor. Bularni qana qilib muolaja qilamiz desa, shu muolajasini o'rgatadi. Qalb hozirligini ta'minlaydigan bir necha omillar bor, deydi ashoyixlar. Shulardan biri namoz o'quvchi talaffuz qilayotgan so'zlarini ma'nosini tushunib, o'shalarga zehnini qo'ysin. Bizga o'xshab arab bo'lmasdan, tushuna olmaydigan bo'lsa, alal aqal umumiy ma'nosini bilsin. Nima qilayotganligini, Qur'onni o'qiyotganini, Allohning kalomini tiliga olayotganligini zinhor unutmasdan qalbidan shuni jo qilib tursin. Butun vujudi bilan demak his etsin, qalbi hozir bo'ladi. Qalb hozir bo'lishligiga mane bo'ladigan narsalar ikkiga bo'linadi. Tashqi narsalar. Tashqi narsalar asosan ko'z bilan quloqdan kiradi. Men Allohu akbar deb quloq qoqdim-u, ko'zimning oldida bir narsalar jimirlab, naqsh nigor bilan turibdi, xayolimni o'shiga tortyapti, demak qalb hozirligi qochdi. Ko'zim bir narsaga tushyapti. Allohu akbar deb quloq qoqdim-u, qulog'imga har xil ovozlar kelyapti, o'shining ma'nosini xayolimdan o'tkazyapman, demak meni tashqi mashg'ulotlar qalbimni hozirligini o'g'irladi. Buni ilojini qilish uchun namozxon mustahkam aqida bilan namozda turganda, ana shu qiyomda turganda sajdagohiga ko'zini tikib tursin, boshqa yoqqa burmasin. Hatto Rasul Akram alayhisolatu vassalam aytganlar. Bir kiyim bor ekan, naqshinkor kiyim namoz o'qib turib, to'xtab, namozdan keyin shart yechib, "Men buni olinglar. Meni mashg'ul qildi. Meni naqshsiz kiyimimni beringlar menga" deb olganlar. Demak, mana shu narsani ta'minlashimiz kerak. Kiyim-kechakda, joy namozda, qarshimizda turadigan narsalarda ko'zimiz tushsa, xayolimizni tortmaydigan bo'lishi kerak.
Shuningdek, quloqni ham ehtiyotini qilish kerak. Turli ovozlar, boshqa narsalarni quloqqa kirishidan emin bo'lgan holda namozga qoyim bo'lish kerak, takbirini aytish kerak. Ikkinchi qalb hozir bo'lishini ta'minlovchi omil Allohning buyukligini, haybatini his qilib turish. Men kimni oldida turibman? Kim bilan munojat qilyapman? U zot har bir narsani ko'ruvchi, biluvchi, eshituvchi, ihota qiluvchi. Men uni ko'rmagan bo'lsam ham ojizligimdan u meni ko'rib turibdi. Qalbimning ichida nima kechayotganini ham bilyapti degan tushuncha bilan Allohning haybatini sezib turish kerak. Allohning buyukligini zinhor unutmasdan namoz o'qish kerak. Qalb hozirligini ta'minlovchi omillarning uchinchisi umid. Namoz o'qiyapman, umid qilaman qabul bo'ladi. Alloh meni mana shu namozimni evaziga jannatga kiritadi. Mukofot beradi degan umid bor. Ana shu umid agar xayolim boshqa yoqqa chalinsa, shundan mahrum bo'lib qolaman degan ma'noda bo'lsa, demak qalbi hozir turadi. Mana shu haqiqatlarni biz o'rganishimiz kerak. Mana shu haqiqatlarni hayotimizga tatbiq qilib borishimiz kerak. Hozirgi o'qiyotgan namozimizni saviyasini ko'tarishimiz kerak. Yuksakka chiqarishimiz kerak. Namozimizga ruh kiritishimiz kerak. Jon kiritishimiz kerak. Mohiyatini anglab yetishimiz kerak.